Misvoq bu tabiiy tish tozalovchi vosita hisoblanib, u odatda Salvadora persika daraxtining ildizlari va shoxlaridan olinadi. Uni ming yillar davomida musulmonlar va boshqa xalqlar tishlar va og'iz bo'shlig'i gigiyenasi uchun foydalanadi. Xo'sh, misvoq oddiy tish shotkasidan nimalari bilan afzal hisoblanadi? Birinchi navbatda tabiiy antibakterial vosita. Bu og'iz bo'shlig'idagi zararli mikroblarni o'ldiradi. Ikkinchisi, ftarid va minerallar tishni emalini mustahkamlaydi. Tarkibidagi saponinlar milklarni mustahkamlab, qonuvchanligini oldini oladi. Tarkibidagi silikallar tish yuzasidagi dog'larni yo'qotadi. Bundan tashqari nafasni musaffo qilib, og'iz bo'shlig'idagi noxush hidlarni oldini oladi. Miyada qon aylanishligini yaxshilaydi. Bundan tashqari oshqozon mikrofloralarini yaxshilab, ovqat hazm bo'lishligiga yordam beradi. Tabiiy ekologik vosita hisoblanadi. O'zidan chiqindi ajratmaydi. Shuning uchun ming yillar davomida musulmon xalqi bu vositadan keng miqyosda foydalanadi.